Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ularning farzandlari va yaqinlari. Bugun men sizlarga 2026 yil 21 iyuldan pensionerlar uchun kuchga kirishi kutilayotgan yangi talablar haqida juda muhim ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Bu mavzu faqat pensiya olayotgan odamga emas, balki oilasida ota-onasi, buvisi, bobosi pensiya oladigan har bir insonga tegishli. Chunki bitta hujjat yetishmasa, bitta ma'lumot yangilanmagan bo'lsa yoki bank kartasi bilan bog'liq oddiy xatolik bo'lsa, pensiya to'lovi kechikishi, qayta tekshiruvga tushishi yoki ortiqcha ovoragarchilik paydo bo'lishi mumkin. Men bugun sizga vahima qilish uchun emas, tayyor bo'lish uchun gapiryapman. Ma'lumotni oxirigacha eshiting, chunki ayrim joylari juda nozik, kimga taalluqli emas. Qaysi hujjatlarni oldindan tekshirish kerak? Qayerga borish kerak, nima deb ariza yozish kerak, hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam navbatda ham, hujjatda ham, pensiya masalasida ham yutadi. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar pensiyasini odatdagidek olardi. Kimdir bank kartasiga, kimdir naqd shaklda, kimdir ishonchnoma orqali yaqin qarindoshi yordamida. Ma'lumotlar ko'pincha bir marta kiritilgan. Keyin yillar davomida o'sha asosda davom etgan. Masalan, odamning yashash manzili o'zgargan bo'lsa ham, telefon raqami almashtirilgan bo'lsa ham, bank kartasi muddati tugagan bo'lsa ham, ba'zida bu narsalar vaqtida yangilanmagan. Natijada davlat idoralaridagi ma'lumot bir xil, bankdagi ma'lumot boshqa xil, mahalladagi ma'lumot uchinchi xil bo'lib qolgan. Endi esa asosiy o'zgarish shundan iboratki, pensiya to'lovlarida shaxsni aniqlash, yashash holatini tasdiqlash, bank rekvizitlarini yangilash va hujjatlarning mosligini tekshirish masalalari ancha qattiqroq bo'lishi mumkin. Men bu yerda oddiy til bilan aytaman. Tizim endi odam haqidagi ma'lumotlar bir-biriga to'g'ri keladimi? Pensiya haqiqatan ham egasiga yetib boryaptimi? Ishonchnoma qonuniy kuchdami? Odam chet elga ketganmi? Bank kartasi ishlayaptimi? Shu narsalarga ko'proq e'tibor beradi. Bu nimaga kerak? Sabab oddiy. Pensiya budjeti katta mablag'. Unda xato to'lovlar, eski ma'lumotlar, marhum shaxs nomiga davom etgan to'lovlar, noto'g'ri ishonchnomalar yoki boshqa texnik xatolar bo'lmasligi kerak. Davlat uchun ham bu tartib muhim, pensioner uchun ham muhim. Chunki tizim toza bo'lsa, haqiqiy pensionerning puli vaqtida tushadi. Ortiqcha tekshiruvlar kamayadi. Bank va pensiya bo'limi o'rtasidagi chalkashliklar oldi olinadi. Lekin oddiy odam uchun xavotir nimada? Xavotir shundaki, pensionerlarning hammasi ham elektron tizimdan foydalana olmaydi. Hamma ham SMS o'qimaydi. Hamma ham ilova ochib ma'lumot tekshira olmaydi. Hamma ham pasport yoki ID karta ma'lumotdagi kichik xatoni sezmaydi. Shuning uchun men bugun har bir qadamni tushuntiraman. Eng avvalo, 2026 yil 21 iyuldan keyin eng ko'p e'tibor beriladigan masalalardan biri shaxsiy ma'lumotlarning to'g'riligi bo'ladi. Pensionerning familiyasi, ismi, otasining ismi, tug'ilgan sanasi, pasport yoki ID karta raqami, JSHR raqami, yashash manzili, telefon raqami va bank kartasi ma'lumotlari bir-biriga mos bo'lishi kerak. Masalan, pasportda familiya Karimova deb yozilgan, bankda esa eski hujjat bo'yicha Karimova emas deb noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, bu katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin tizimda aniqlik talab qilinganda qo'shimcha tekshiruvga sabab bo'ladi. Kimlar ko'proq tayyorlanishi kerak? Birinchi navbatda hujjatini yaqinda almashtirgan pensionerlar. Masalan, 2024 yoki 2025 yilda eski pasportdan ID kartaga o'tgan bo'lsangiz, bankka borib yangi hujjat ma'lumotlari kiritilganmi? Pensiya jamg'armasi bo'limida yoki tegishli davlat xizmatlari tizimida ma'lumot yangilanganmi? Shuni tekshirtiring. Ko'p odam pasportni almashtirdim, demak hamma joyda o'zi yangilanadi deb o'ylaydi. Ayrim tizimlarda almashadi, lekin bank rekvizitlari, telefon raqami yoki shaxsiy hisob ma'lumotlari alohida tekshiruv talab qilishi mumkin. Ikkinchi guruh, yashash manzili o'zgarganlar. Masalan, Toshkent viloyatidan Toshkent shahriga ko'chdingiz yoki bir tumandan boshqa tumanga o'tdingiz. Ro'yxatdan o'tish joyi boshqa, haqiqatda yashayotgan joy boshqa bo'lsa, pensiya bo'yicha xabarnomalar eski manzilga ketishi. Mahalla orqali tasdiqlashda chalkashlik bo'lishi mumkin. Ayniqsa yolg'iz yashovchi pensionerlar, vaqtincha farzandilikda turganlar, qishda bir joyda, yozda boshqa joyda yashaydiganlar buni oldindan tartibga solishi kerak. Uchinchi guruh, pensiyani boshqa odam orqali olayotganlar. Masalan, ona yoshi katta, o'zi bankka bora olmaydi, o'g'liga ishonchnoma bergan
yoki ota kasal, pensiyasini qiz olib keladi. Bunday holatda ishonchnomaning muddati, notarial tasdig'i, unda aynan pensiya olish huquqi yozilgan-yozilmagani tekshiriladi. Oddiy ishlarni yuritish degan ibora ba'zi holatlarda yetarli bo'lmasligi mumkin. Ishonchnomada bankdan pul olish, pensiya to'lovlarini qabul qilish, hujjatlar topshirish vakolati aniq yozilgani ma'qul. 4-guruh bank kartasi muddati tugayotgan yoki kartasini yo'qotgan pensionerlar. Masalan, kartaning muddati 2026 yil iyun oyida tugaydi. Pensioner esa buni sezmaydi. Iyulda pensiya tushishi kerak bo'lgan paytda karta faol emas bo'lib qoladi. Keyin odam bankka boradi, yangi karta chiqaradi. Yana rekvizitlar yangilanadi, vaqt ketadi. Shuning uchun kartaning amal qilish muddatini hozirdan ko'ring. Agar karta 2026 yil yoziga yaqin tugasa, bankdan oldindan almashtirish tartibini so'rang. 5-guruh chet elga borib kelib yuradigan pensionerlar. Masalan, odam farzandiniki Qozog'istonga, Rossiyaga, Turkiyaga yoki boshqa davlatga 3-4 oyga ketadi. Ayrim holatlarda pensionerning mamlakatda doimiy yashash holati hayot ekanligini tasdiqlash, to'lovni davom ettirish bilan bog'liq talablar paydo bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa uzoq muddat chet elda qoladiganlar uchun muhim. Men tavsiya qilaman. Ketishdan oldin pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, men falon muddatga chet elga chiqyapman, pensiya to'lovimga ta'sir bormi? Qanday ma'lumot berishim kerak deb yozma yoki rasmiy javob oling. Endi real misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol. 6 yoshli Mahmud aka pensiyasini bank kartasiga oladi. Kartasi 2026 yil iyul oyida tugaydi. U buni bilmaydi. 12 iyul kuni pensiya tushmaganini ko'radi. Bankka borsa, karta muddati tugagan, yangi karta uchun ariza berish kerak. Yangi karta chiqadi, lekin pensiya rekvizitini yangilash uchun yana murojaat kerak bo'ladi. Natijada 2-3 kunlik ish bir haftaga cho'zilishi mumkin. Agar Mahmud aka may oyida borib kartani almashtirganda, iyuldagi to'lov muammosiz tushardi. Ikkinchi misol, yetim 2 yoshli Salima opa qizining uyida yashaydi, lekin ro'yxati eski manzilda. Pensiya bo'yicha tekshiruv yoki xabarnoma eski manzilga boradi. Mahalla bu kishi bu yerda yashamaydi deb aytishi mumkin. Keyin tizimda savol tug'iladi. Odam qayerda yashayapti? To'lov egasiga yetyaptimi? Bunday vaziyatda pensiya to'xtab qoladi deb darhol qo'rqmaslik kerak. Lekin ortiqcha tekshiruv, tushuntirish xati, hujjat olib borish zarur bo'lishi mumkin. To'g'ri yo'l. Yashash manzili va aloqa raqamini oldindan yangilab qo'yish. 3-misol, 80 yoshli ota yurishga qiynaladi. O'g'li bankdan pul olib keladi. Ishonchnoma 2025 yil oxirida berilgan, muddati 6 oy. 2026 yil iyulga kelib u allaqachon tugagan bo'ladi. O'g'il bankka boradi, lekin bank pul bermaydi. Bu bankning yomonligi emas, tartib shunday. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, u huquq bermaydi. Demak, ishonchnoma muddati kamida to'lov davrini qamrab olish kerak. Agar pensioner o'zi bora olmasa, notariusni uyga chaqirish tartibi borligini ham bilib qo'yish kerak. 4-misol, 63 yoshli ayol pensiyaga chiqqan. Lekin hujjatlarida nikohdan oldingi familiya va keyingi familiya bilan bog'liq farq bor. Mehnat daftarchasida bir familiya, pasportda boshqa familiya, arxiv ma'lumotda yana boshqacha yozilgan. Bunday holat pensiya tayinlashda ham, qayta hisoblashda ham ko'p uchraydi. Agar 2026 yildan keyin ma'lumotlar yanada qat'iy tekshirilsa, bunday farqlarni tasdiqlovchi nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, arxiv ma'lumotnomasi tayyor bo'lishi kerak. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning ID kartangiz, yangi bank kartangiz ishlayapti, telefon raqamingiz o'zingiz nomingizda yoki doimiy foydalanadigan raqam. Yashash manzilingiz to'g'ri. Pensiyani o'zingiz olayotgan bo'lsangiz va hujjatlaringizda farq bo'lmasa, siz uchun asosiy vazifa faqat ma'lumotlarni bir marta tekshirtirib qo'yish. Ya'ni bunday odamlar vahima qilmaydi, lekin beparvo ham bo'lmaydi. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala telefon raqami. Ko'pchilik buni jiddiy qabul qilmaydi. Lekin hozir ko'plab xabarnomalar SMS orqali, bank ilovasi orqali yoki davlat xizmatlari xabarlari orqali keladi. Agar pensionerning raqami o'g'lining nomida bo'lsa ham ishlashi mumkin. Lekin muammo shundaki, raqam yo'qolsa, SIM karta almashtirilsa, SMS boshqa odamga kelsa, tasdiqlash qiyinlashadi. Shuning uchun men har doim aytaman, pensioner ishlatadigan asosiy raqam doim faol bo'lsin, o'chib qolmasin, qarzdorlik sabab bloklanmasin. Ikkinchi nozik masala. Bank kartasidagi pulni boshqalar ishlatishi.
Ba'zan pensioner kartasini farzandiga beradi, parolini ham aytadi. Oilada ishonch bo'lishi mumkin, lekin huquqiy tomondan bu xavfli. Agar pul yechib olingandan keyin nizo chiqsa, bank pin kod bilan yechilgan dedi. Pensioner esa men olmaganman dedi. Bunday holatda isbotlash qiyin, to'g'ri yo'l. Agar farzand yordam bersa, rasmiy ishonchnoma yoki pensioner ishtirokidagi qonuniy tartib bo'lsin. Uchinchi nozik masala nogironligi bo'lgan pensionerlar va parvarishga muhtoj shaxslar. Bunday odamlar uchun ayrim tartiblar yengillashtirilishi mumkin. Uyga borib xizmat ko'rsatish, vakil orqali hujjat topshirish, tibbiy ma'lumotnoma asosida qo'shimcha yondashuv. Lekin yengillik bor degan hujjat kerak emas degani emas. Aksincha, tibbiy xulosa, nogironlik ma'lumotnomasi, vakilning hujjati, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar tartibli bo'lishi kerak. 4-chi nozik masala, pensiya qayta hisoblanishi. Ba'zi pensionerlar yangi talablar bo'lsa, pensiyam oshadimi deb so'raydi. Men buni aniq ajratib tushuntiraman. Talablarning kuchayishi pensiya miqdori avtomatik oshadi degani emas. Pensiya miqdori staj, ish haqi, qonunchilikdagi indeksatsiya, ustamalar va alohida imtiyozlarga bog'liq. Lekin hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, agar sizda qo'shimcha staj, arxiv ma'lumoti ilgari kiritilmagan ish davri bo'lsa, qayta hisoblash uchun murojaat qilish imkoningiz bo'ladi. Masalan, 1995-1990 yillarda ishlagan davringiz mehnat daftarchasida bor. Lekin tizimda ko'rinmayotgan bo'lsa, arxivdan ma'lumot olib qayta ko'rib chiqishni so'rashingiz mumkin. 5-chi nozik masala ortiqcha to'lov. Agar tizim xato sabab sizga ortiqcha pul to'langanini aniqlasa, keyinchalik uni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Masalan, pensioner vafot etgan, lekin yaqinlari bank kartasidan pul yechishda davom etgan. Bu juda jiddiy holat. Yoki biror ustama hujjatsiz davom etgan bo'lsa, tekshiruvda aniqlanadi. Shuning uchun har qanday o'zgarish, masalan vafot, yashash joyi, chet elga doimiy ketish, ishga joylashish bilan bog'liq holatlar qonunda pensiyaga ta'sir qilsa, vaqtida xabar berilishi kerak. 6-chi nozik masala mening qo'shimga shunday bo'libdi degan gaplarga ishonish. Har bir pensionerning holati alohida. Bir odam yoshga doir pensiya oladi. Boshqasi nogironlik pensiyasi oladi. Uchinchisi o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. To'rtinchisi harbiy yoki maxsus tartibdagi pensiya oladi. Talablar hammasiga bir xil ta'sir qilmasligi mumkin. Shuning uchun eng ishonchli yo'l rasmiy manbadan tekshirish, pensiya bo'limiga savol berish, yozma javob olish. 7-chi nozik masala, ism familiyada bitta harf farqi. O'zbek lotinida, kirilda, ruscha yozuvda farqlar ko'p uchraydi. Masalan, Jo'rayev bir hujjatda Jo'rayev, boshqasida Jo'rayev, yana bir joyda Jo'rayev bo'lib qolgan. Oddiy ko'rinsa ham. Elektron tizim buni boshqa shaxs deb qabul qilishi yoki moslik topolmasligi mumkin. Ayniqsa arxiv, bank, soliq, kadastr, FHDYO ma'lumotlarida bunday farqlar bo'lsa, oldindan tuzatish kerak. Endi eng kerakli qism. Nima qilish kerak? Men sizga aniq tartib beraman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, bank hisob raqami rekviziti, telefon raqamingiz. Yashash manzilingizni tasdiqlovchi ma'lumot, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, nikoh yoki familiya o'zgargani haqidagi guvohnoma, nogironlik ma'lumotnomasi, ishonchnoma bo'lsa, uning asl nusxasi va muddati. Bularni alohida papkaga solib qo'ying. Kerak bo'lganda izlab yurmang, darhol olib chiqasiz. Ikkinchi qadam, bankka boring yoki bankning ishonch telefoniga murojaat qiling. Mening pensiya kartam faolmi? Amal qilish muddati qachongacha? Hisob raqamim pensiya to'lovlari uchun to'g'rilanganmi? Pasport ma'lumotlarim yangilanganmi deb so'rang. Agar karta 2026 yil yoziga yaqin tugasa, almashtirish tartibini oldindan biling. Yangi karta olsangiz, pensiya to'lovi eski kartaga emas, to'g'ri hisobga tushishini tekshiring. 3-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Men tavsiya qiladigan savollar quyidagicha bo'lishi kerak. Mening shaxsiy ma'lumotlarim tizimda to'g'rimi? Yashash manzilim to'g'ri ko'rsatilganmi? Pensiya to'lov shaklim bank kartasigami yoki boshqa tartibdami? Qo'shimcha hujjat talab qilinadimi? 2026 yil 20-iyuldan keyin mening holatim bo'yicha biror yangilash kerakmi? Shunday deb so'rasangiz, xodim ham aniq javob beradi. 4-qadam, ishonchnomani tekshiring. Agar pensiyani farzandingiz, turmush o'rtog'ingiz, aka-ukangiz yoki boshqa odam olib bersa, ishonchnomada 3 ta narsa bo'lishi kerak. Vakilning ma'lumotlari to'g'ri, vakolat aniq yozilgan,
muddati tugamagan. Agar pensioner yurishga qiynalsa, notariusni uyga chaqirish imkonini so'rang. Ishonchnomani oxirgi kunga qoldirmang, chunki notarius va bank tartiblari vaqt oladi. 5-qadam yashash manzilini tartibga soling. Agar siz boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz, ro'yxat masalasini aniqlang. Hech bo'lmasa pensiya bo'limida aloqa manzilingiz va telefon raqamingiz to'g'ri bo'lsin. Farzandlar bu masalada ota-onangizga yordam bering. Ular ko'pincha kerak bo'lsa o'zlari topadi deb o'ylaydi, lekin tizim odamni izlab yurmaydi, tizimdagi ma'lumotga qaraydi. 6-qadam qo'shimcha staj va hujjatlarni tekshiring. Agar siz pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, avval tuyg'u bilan emas, hujjat bilan yondashing. Qaysi yerlarda ishlagansiz, qayerda ishlagansiz, mehnat daftarchasida yozib bormi? Bormi, arxivda ma'lumot bormi? O'sha davrdagi ish haqi haqida ma'lumot to'piladimi? Shularni yig'ing. Keyin ariza yozing. Pensiya miqdorimni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Chunki falon yillardagi ish stajim yoki ish haqi ma'lumotim hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Arizaga nusxalarni qo'shing, topshirganingiz haqida kirim raqami oling. 7-qadam har bir murojaatdan dalil saqlang. Og'zaki gap yaxshi, lekin hujjat kuchliroq. Ariza topshirsangiz, nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydiring. Elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlang. Bankda yangi karta ochsangiz, rekvizitni oling. Telefon orqali gaplashsangiz, kamida sana, vaqt va kim bilan gaplashganingizni yozib qo'ying. Keyin muammo chiqsa, men murojaat qilganman deb isbotlay olasiz. 8-qadam firibgarlardan ehtiyot bo'ling. 2026 yil 1-iyul atrofida pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun pul o'tkazing. Kartangizni yangilab beramiz, SMS kodini ayting. Pensiyangiz oshadi. Hujjatni tezlashtiramiz degan qo'ng'iroqlar ko'payishi mumkin. Hech kimga SMS kod bermang. Karta PIN kodini aytmang. Pasport rasmini begona odamga yubormang. Rasmiy xodim hech qachon sizdan karta parolini so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol bankning rasmiy raqamiga yoki tegishli idoraga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 9-qadam farzandlar uchun alohida maslahat. Ota-onangizning pensiyasiga ularning o'zi biladi deb qaramang. Bir kuni karta ishlamay qolsa, hujjat topilmasa, ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, hamma ish sizga tushadi. Shuning uchun hozir ota-onangiz bilan o'tirib, hujjat papkasini tayyorlang, karta muddatini ko'ring, telefon raqamini tekshiring, yashash manzilini aniqlang. Kerak bo'lsa birga davlat xizmatlari markaziga boring. Bu katta ish emas, lekin keyin katta muammoning oldini oladi. 10-qadam. Yolg'iz pensionerlar mahalla bilan aloqani yo'qotmasin. Agar siz yolg'iz yashasangiz, mahalla raisi yoki mas'ul xodimlarda telefon raqamingiz to'g'ri bo'lsin. Qo'shnilar bilan ham aloqa bo'lsin. Bu nazorat uchun emas, yordam uchun kerak. Ba'zan pensioner kasal bo'lib qoladi. Bankka bora olmaydi, hujjat topshira olmaydi. Shunda yaqinlar, mahalla va ijtimoiy xizmatlar orqali masala osonroq hal bo'ladi. Endi ariza yozishda qanday iboralar ishlatish mumkinligini aytaman. Agar ma'lumotni tekshirtirmoqchi bo'lsangiz, mening pensiya to'lovlarim bo'yicha shaxsiy ma'lumotlarim, yashash manzilim, bank rekvizitlarim va aloqa raqamim to'g'riligini tekshirib berishingizni so'rayman. Agar bank kartangiz o'zgargan bo'lsa, yangi bank hisob raqamimni pensiya to'lovlariga biriktirishda amaliy yordam berishingizni so'rayman. Agar staj masalasi bo'lsa, ilova qilingan hujjatlar asosida ish stajimni qayta ko'rib chiqib, pensiya miqdorimni qonunchilikka muvofiq qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Muhimi, ariza aniq, tinch va hujjatga tayangan bo'lsin. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. 2026 yil 1-iyulni kutib o'tirmang. Eng katta xato shuki, odamlar o'zgarish kuchga kirgandan keyin yugurishni boshlaydi. O'sha paytda navbat ko'payadi. Bankda odam ko'payadi. Pensiya bo'limida savollar ko'payadi. Aqlli yo'l, hozir tekshirish, hozir tuzatish, hozir hujjat yig'ish. Ayniqsa yosh katta insonlar uchun yozning issiq kunda idora yurish oson emas. Farzandlar, buni bugunoq rejalashtiring. Yana bir savol ko'p beriladi. Agar hujjatimda xato bo'lsa, pensiyam darhol to'xtaydimi? Har doim ham darhol to'xtaydi deb bo'lmaydi. Ko'p holatda sizga tuzatish uchun vaqt berilishi, qo'shimcha hujjat so'ralishi yoki tekshiruv o'tkazilishi mumkin. Lekin muammo shundaki, to'lov kechikishi, qayta ishlash cho'zilishi, ortiqcha qatnov bo'lishi mumkin. Men aynan shuning oldini olish uchun bugun bu mavzuni batafsil tushuntiryapman. Yana bir savol, men oddiy yoshga doir pensiya olaman.
menga ham tegishlimi? Ha, kamida ma'lumotni tekshirish qismi sizga ham tegishli. Men nogironlik pensiyasi olaman. Mengachi sizda tibbiy hujjatlar va nogironlik ma'lumotlari alohida ahamiyatli. Men bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiya olaman. Mengachi sizda nafaqa oluvchi shaxsning huquqi, yoshi, o'qish holati, hujjatlari muhim bo'lishi mumkin. Demak, pensiya turi boshqacha bo'lsa ham umumiy qoida bitta. Hujjat aniq, ma'lumot yangilangan, bank rekviziti to'g'ri bo'lishi kerak. Xulosa qilib aytsam, 2026 yil 1-iyuldan pensionerlar uchun eng muhim masala tartib va aniqlik bo'ladi. ID karta yoki pasport ma'lumoti to'g'ri bo'lsin, bank kartasi faol bo'lsin, ishonchnoma muddati o'tmagan bo'lsin, yashash manzili va telefon raqami yangilangan bo'lsin. Qo'shimcha staj yoki imtiyoz bo'lsa, hujjatlar tayyor tursin. Kim oldindan tayyorlansa, o'sha odam pensiyasini tinch, o'z vaqtida va ortiqcha asabsiz oladi. Men sizlardan iltimos qilaman. Bu videoni faqat o'zingiz ko'rib qo'ymang. Ota-onangizga, qarindoshingizga, qo'shningizga ham tushuntiring. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlardan qaysi hujjatlar so'ralyapti? Bank kartasi yoki ishonchnoma bo'yicha muammo bo'lganmi? Pensiya to'lovi kechikkan holatlar bormi? Tajribangiz boshqa odamlarga yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men sizlarga pensiya, nafaqa, hujjat va ijtimoiy himoya bo'yicha eng muhim o'zgarishlarni oddiy tilda tushuntirib boraman.